Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Joriy yil 1-iyun holatiga O'zarxiv agentligi tizimidagi davlat arxivlariga mavzuli va ijtimoiy-huquqiy mazmundagi jami 316.093 ta so'rovlar kelib tushgan. Xususan, ijtimoiy-huquqiy mazmundagi so'rovlar 257.020 tani tashkil etib, davlat xizmatlari markazlari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali 246.681 ta, xorijdan va yuridik shaxslardan 10.339 ta so'rovlar bo'yicha murojaat qilingan. Arxiv hujjatlari asosida 168.733 ta ijtimoiy-huquqiy mazmundagi so'rovlar ijrosi bajarilib, shulardan 154.172 tasi ijobiy hal etildi. 8.029 tasi bo'yicha esa tegishli tushuntirishlar berilgan. 68.401 tasi arxiv saqloviga kelib tushmaganligi va taalluqliligi bo'yicha tegishli tashkilotlarga so'rovlar yo'naltirilgan. 19.886 tasi ijro holatida. Shuningdek, fuqarolarning mulkiy huquqlarini aniqlash, alohida faktlar, voqealar bo'yicha kelib tushgan mavzuli so'rovlar 59.073 tani tashkil etib, ulardan 50.037 tasi, ya'ni 85% ijobiy hal etildi. 9.036 tasi bo'yicha esa tegishli tushuntirishlar berilgan. Bulardan tashqari, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bo'yicha quyidagilar amalga oshirildi. O'zarxiv agentligi va uning tizimidagi tashkilotlarga kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning 492 ta murojaatlaridan 59 tasi shikoyat tarzidagi murojaatni tashkil etdi. Ko'rib chiqilgan murojaatlarning 220 tasi qanoatlantirildi. 153 tasi bo'yicha esa tegishli tushuntirishlar berilgan. 86 tasi taalluqliligi bo'yicha tegishli tashkilotlarga yo'naltirilgan. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqishda aniqlangan kamchiliklar hamda qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yganligi uchun 15 nafar rahbar va mas'ul xodimlarga nisbatan intizomiy jazo chorasi qo'llanilgan. Shuningdek, O'zarxiv agentligining idoraviy aloqa markazi ishonch telefoni 55 kodi bilan 503 0150 raqamiga joriy yilda 1564 ta qo'ng'iroq orqali qilingan murojaatlar bo'yicha fuqarolarga, xususan arxiv hujjatlari asosida arxiv ma'lumotnomalarini olish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatish yuzasidan ma'lumotlar, tushuntirishlar berildi. Shu o'rinda ish haqi va ish stajini tasdiqlash, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasasida o'qiganlikni tasdiqlash, mavzuli so'rovlar to'g'risidagi, jumladan mulkiy huquqlarni aniqlash bo'yicha arxiv ma'lumotnomasini olish uchun jismoniy shaxslar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-noyabrdagi 612-son qaroriga muvofiq davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat etish mumkinligini eslatib o'tamiz. Briefing yakunida fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizga murojaat qilmoqchimiz. Aziz yurtdoshlar, agar davlat arxivlarida noqonuniy xatti-harakatlar guvohi bo'lsangiz, O'zarxiv agentligining 55 kodi bilan 50 raqamli ishonch telefoni yoki Anticore Archive bot yoxud direktorga murojaat Telegram messenjeri orqali xabar berishingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.